bir olam sarguzashtlar. Voy, mushkvoy, anchadan beri ta'tilga chiqmagandik. Ha, mushukcham. Bundan yaxshirog'i bormikan? Quyosh, sohil va Yangi do'stlar. To'g'ri. U yerda kimdir bilan tanishib olamiz. Keyin hammamiz bir bo'lib, yovvoyi o'rmonda lianalarga osilib uchamiz. qo'shiq. Biz changalzorga kirib, o'ti bo'lmas chakalakzorlarda yuramiz deb o'ylamayman. Lekin dengiz bo'ladi-ku. Do'stlarimiz bilan delfinlarda uchamiz. U yerda uzoqqa suzib ketish yoki taqiqlangan joylarda suzishga ruxsat berishmasa kerak har holda. Demak, do'stlarimiz bilan sayr qilib, yovvoyi hayvonlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, fil. Yo'q, Kompot. Mehmonxonamiz yopiq hududda. U yerga yovvoyi hayvonlar kirmaydi degan umiddaman. Lekin u yerlarda katta o'rgimchaklar yuradi deb ham eshitganman. Biz dam oladigan yerda azizam, o'rgimchaklar ham, pashshalar ham bo'lmaydi. Bu dunyodagi eng sokin va xotirjam ta'til bo'ladi. Yangi do'stlarchi? Birorta do'st toparsiz. Yana u yerda animatorlar bo'ladi. Bu quvnoq masxarabozlar vaqtingizni chog' o'tkazadi. Raqs bilan, qo'shiq bilan va tanlovlar bilan. Kim tezroq uxlash tanlovimi? Xafa bo'lmang, mushukchalar. Qiziqarli mashg'ulot topishingizga ishonaman. Dumingizni tushirmang. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz qo'nishga tayyorlanmoqda. Iltimos, qo'nishdan avval xavfsizlik kamarlaringizni yechmay turing.